Yo, bu App Center. O'qiysizmi, o'qimaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring. Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari, Uchevno Center App kuzatuvchilari. Bugungi videomiz IT yo'nalishlari haqida bo'ladi. Eslaringda bo'lsa, o'tgan yil, undan oldingi yili IT yo'nalishlari haqida to'liq video snimat qilgandik. Mana shu videolarning silkasi yuqorida chiqdi. Agar kim shu videolarni yana qaytadan ko'rmoqchi bo'lsa, silkalarni videoning tagiga ham qoldirib qo'yamiz. IT yo'nalishlari to'g'risida savollar juda ko'p. IT yo'nalishlariga kirmoqchi bo'lganlar, kirayotganlar, tayyorgarlik ko'rayotganlar juda soni ko'p. IT yo'nalishlar o'zlaring bilasizlar, juda ham dolzarb, kerakli kasblardan biriga aylanib boryapti. Hamma narsa kompyuter ichiga kirib ketyapti. Biznes ham, o'qish ham, ta'lim ham, ish ko'rsatish, pul, bank, hamma narsa kompyuter ichiga kirib ketyapti. Bugungi kunda Rossiyaning juda ham ko'p universitetlarida IT yo'nalishlarida byudjet joylar ko'p. Lekin bizning auditoriya, bizni kuzatayotgan bolalarning ko'pi holigacha ham aniq qaysi bir yo'nalishga kirishini tanlab ola olmadi. Shuning uchun men bugungi videoda sizlarga ikkita chotki IT yo'nalishi haqida gapirib o'taman. O'sha yo'nalishlar haqida sizlarga informatsiya berib o'taman. Chunki u siz o'ylaganchalik qiyin IT yo'nalishi emas. IT yo'nalishiga kirmoqchi bo'lgan bolalar bu Qorako'lli, Buxoroning Qorako'l qishlog'idagi bolalar bo'lishi kerak aslida. Chunki u yerda matematika, vысшая matematika. Yana hozir ekranda ko'rib turibsizlar, matematika misollarini. Agar siz shu misollarni tushunsangiz, shu misollarni yecha bilsangiz, siz zo'r aytishnik bo'la olasiz. Programma yozadigan, katta-katta serverlar, katta-katta platformalar tahlillaydigan mutaxassis bo'la olasiz. Agar siz bu misollarni, bu masalalarni, bu teoremalarni, bu sistemalarni tushunmasangiz, sizga IT yo'nalishida o'qish juda ham qiyin bo'ladi. Endi qarangki, matematikani bilmasam, значит IT yo'nalishiga borishim noto'g'rimi yoki bormaymi yoki matematikani bilmas ekanman, IT yo'nalishi emas, boshqa yo'nalish tanlaymi degan bolalarga men sizlarga taklif qilmoqchi bo'lgan yo'nalishim ikkita. Birinchisi bu servis. Цифровые сервисы для бизнеса. Birinchi yo'nalish, ikkinchi yo'nalishimiz bu IT в экономике и в бизнесе. Mana shu ikkita yo'nalishda adashmasam 3 tadan byudjet joy qoldi bizda. 20-iyungacha dokument topshirsa ulgurasiz. Aslida universitetga dokument topshirish byudjetga 10-iyulgacha. Mana ekranda chislo chiqdi. 10-iyulda kelasi oyi 10-sigacha byudjetga dokument topshirsa bo'ladi. Mana shu ikkita yo'nalish nima haqida o'zi? IT в экономике и в бизнесе. Bu konkretno biznesda bo'ladigan programmalarni o'rgatadi sizga. Har bitta biznesni o'zini boshqaradigan, raqamlashtirilgan servislari, platformalari bor. Masalan, oddiy misol bankda bitta platforma bor. Butun banklar ishlatadi. MFC, mana dokument bor, moy dokument, siz registratsiyangiz yoki tam pasportni данныйлар, MVD, ya'niki ichki ishlar ishlatadigan programmalar bor. Oddiy kafelarni o'zini programmasi bor, restoranlarning o'zini programmasi bor. Siz umuman qaysi biznesda qanaqa platforma, qaysi biznesda qanaqa IT produkt ishlashi haqida o'rganasiz, o'sha produktni ishlatishni o'rganasiz, o'sha produktni biznesga kiritishni o'rganasiz. Zo'ra? Agar kim hozir servis, цифровые сервисы для бизнеса, agar kim servis fakultetida 2-3 kursda o'qiydigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri bizni kompaniyaga o'xshagan kompaniyalarda ishlay oladi. Chunki bizni kompaniyada ham уже hamma narsa kompyuterda и всё. Bizning ishchilarimiz kompyuter, ruchka, daftar ishlatishadi, tamom. Ruchka, daftar o'zlarini har xil ishlarini esdan chiqarib qolmaslik uchun yozib olishadi. Atak hamma narsa kompyuterda. Shuning uchun yurtdoshlar, kim agar matematikani juda ham zo'r bilmaydi, lekin IT ga kirmoqchi bo'lsa, mana shu ikkita yo'nalishga e'tibor qaratishlarini so'rab qolaman. Yana bir marta qaytaraman. Цифровые сервисы для бизнеса. Mana shu fakultetning nomi chiqdi. U fakultet tugatganlar kim bo'lib ishlashi ham ekranda ko'rib turibsiz. O'sha insonlar qancha oylik olishi haqida Headhunterda kirib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ko'rsatilgan kim qancha oylik olishi. IT в экономике и в бизнесini ham tugatganlar kim bo'lib ishlashi mana ekranda. Ularni qancha oylik olishi ekranda. O'sha fakultetni o'qib tugatish uchun высшая matematika, ya'niki juda ham og'ir matematikani bilish shart emas. Mana sizlarga qisqagina kerakli ma'lumot. Agar shunaqa video format ma'qul bo'lsa, mana shu yo'nalishga bitta yo'nalish 3-5 minut kerakli informatsiya и всё.
Sizlardan bitta like, sizlardan bitta podpiska, keyingi qaysi yo'nalishlar qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Men iloji boricha oddiy, sodda qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Yo, bu App Center. O'qiysizmi, o'qimaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring.